Kvadrotsiklga yig'iladigan batareyalarimizni boshidan oxirigacha 0 dan 100 gacha bo'lgan holatini ko'rib chiqamiz. Qani boshidan boshlaymiz bo'lmasa. Boshidan mana bu batareyamiz polni tayyor bo'lgan varianti. Korpusimiz alyumindan bo'ladi, germetik qilib yopilinadi. Ikkita germovod, germetichniy suv o'tkazmaydigan knopkamiz bo'ladi. Knopkamizda podsvetka, bu podsvetka qachon yonib tursa, значит batareyamiz ishda. Bu yerda tok bor. Plus minus tok chiqarilgan. Kabellarimiz bo'ladi. 25 kvadratlik. Tepasida esa klapan joylashgan. Bu klapanimiz issiq sovuqqa, tashqaridagi havo bilan ichkaridagi havoni bir xil qilib turishga ishlaydi. Batareya zaryadga qo'yilganda ishlashida issiq sovuq bo'lganda kondensat paydo bo'lmasligi uchun. Xolos, ikkinchi variant. Ikkinchi varianti hozir mana korpus ichiga endi qo'ydim. Hali provodalar ulanmadi. Provodalar mashg'ulotda bo'ladi. Plus chiqadi oxiridan. Boshidan minus, posle nimadan? BMSdan keyingi minus bo'ladi. Knopkamiz zapuskat qilishga BMSimiz bo'ladi 24S ga 230 amper постоянно. 575 amper 10 sekund bo'ladi. Xolos, batareyamizni tayyor yig'ilgan holati bo'ladi. Batareyani korpusi ichiga solishdan oldin batareya testimiz bor. Batareya testiga ulab turib, batareyani sinaymiz. Polni zaryad qilib necha soat tok beradi, hammasini o'lchab turib keyinsiga solamiz. Chunki bu batareyalarni zavod uchun yig'ib beramiz. Zavodda o'zi garantiyasi bo'ladi u yerda. Shuning uchun mana shu holatda bo'ladi. Endi 3-holat qanday? 3-holatga qanday? 3-holatga o'tamiz. 3-etapga. Korpusimiz mana shu holatda bo'ladi. Alyumindan bo'ladi. Knopka qo'yiladi, ikkita germovod plus minus chiqish uchun. Keyin mana endi skotch qilingan holati. Mana shunday yacheykamizdan bizga 20 dona kerak bo'ladi. Bunday batareya yig'ish chiqishimiz uchun bu yerda 72 voltga 116 amper soat. Mana bu yacheykamiz bir donasi. Shu donadan shu batareyamizdan 20 dona bo'ladi. Mana shu holatda o'ng tarafda, o'ngta chap tarafda joylashgan. Keyin bunga qachon batareyani solganimizda korpusga batareya tegmasligi uchun mana bunday holderlar yasalanadi. Bu batareyani atrofiga qo'yiladi. Plus minuslar zamikat qilmasligi uchun mana shu holatda yig'ilib korpus ichiga solinadi. Har tomonidan qo'yilib mana shunday yig'ilganda bezapasni yig'iladi. Keyin bu batareyamizga rasxodlari Anderson qo'yiladi 120 lik. 120 amper 600 volt kuchlanishga bardosh beradi. 19 dona mana bunday alyuminiy shinalar kerak bo'ladi va BMSimiz 230 amperga 820S bo'ladi. 575 amper 10 sekund. Xolos, batareyalar haqida ma'lumotimiz shuncha edi. Sizlar bilan ko'rishguncha kanalga obuna bo'linglar. Yanada bundan da qiziq videolar, litioniy batareyalar haqida informatsiyalar bo'ladi. Like bosish, podpisatsiya bo'lish besplatno. Sog' bo'lasizlar do'stlar.